Axborot. Taksi haydovchilarining qadri endi butunlay to'kildimi deysiz? So'nggi paytlarda ayrim joylarda haydovchilar mijozni manzilga yetkazib qo'yishdan tashqari, mijozning chiqindisini, ya'ni misorini to'kib berish ham xizmat ro'yxatiga qo'shilgan. Eng qizig'i, bu yangilik Rossiyada Yandex taksi tizimida paydo bo'lgan. Aytishlaricha, bu shunchaki xizmat emas, mijoz bahosini, ya'ni Yandex ballini oshirish uchun joriy etilgan. Kim mijozga ko'proq yordam bersa, o'sha yuqori reyting oladi. Ammo ko'plab haydovchilar bunga keskin norozilik bildirishgan. Ularning fikricha, bu haydovchini xizmatkor darajasiga tushiradi va mehnat hurmatiga to'g'ri kelmaydi. Agar shunday qoida O'zbekistonda ham joriy qilinsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun Atlas TV.uz kanaliga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.